Assalomu alaykum. Qarindoshlar, men Germaniyadan Osmonjon Tursun. Sizlarga yuqorida bir to'rbat ulanish adresini evatdim. Bu adresda imzo to'plash harakati bo'lib, ya'ni Germaniya parlamentiga yo'llanadigan imzo bo'lib, Germaniya parlamentining yer shari magnitskiy qonunini Germaniyada ijro qilish uchun 2019-yili 10-oyning 1-kuni boshlangan imzo ekan. Buning oxirgi vaqti 2019-yili 12-oyning 30-kuni oxirlashir ekan. Demak, bu imzoga jami 50 ming imzo lozim bo'lib, shunga mushu imzoga biz imkoniyatimiz yer bergan doirada vaqtni ching tutib, buni bir imzo qo'ysak, bu imzoning vaqti ham soni tushib, Germaniya parlamentiga yo'llangandan keyin agar qonun ma'qullansa, yurgizilgan qonun birinchi qadamda Xitoy Kommunistik partiyasining bo'lib Uyg'urlarning haq-huquqlarini dafsan qilgan kommunistik partiya amaldorlarini, uningdan boshqa Tibet yoki Mo'ng'ullarning haq-huquqlarini dafsan qilgan amaldorlarini iqtisodiy jihatdan jazolaydigan, ya'ni Germaniya bankalarida qo'yilgan pullarni to'g'ritadigan, Germaniyaga sayohat qilish haq-huquqlarini elib tashlaydigan mandaq bir qonun bo'lib, ya'ni yer shari magnitskiy qonuni Germaniyada ijro qilish uchun to'planayotgan imzo ekan. Qarindoshlar, shunga har bir Uyg'urning shundaqla ham Uyg'ur bo'lmagan barliq insonlarning shunday imzo chekishni qo'lga keltirib, sonini 50 mingga yetkazib, ustimizda zulm yurgizayotgan Xitoy kommunistik amaldorlarining Germaniya hukumati tomonidan jazolanishiga kuch chiqarsanglar degan umidda bu imzoni sizlarga yo'lladim. Ya'ni bu linkni sizlarga yo'lladim.